Assalomu alaykum, hurmatli o'zganlik hamshaharlar, qo'shni rayonlarda yashayotgan azizlar. Bugungi ertalabki video podkastni chiqarishimdan maqsad men kuni kecha shu kodirovka qilishimiz to'g'risida, kodirovkalar to'g'risida video kasetadan, kichkina video kamerani video kasetalaridan hamda disklardan USB fleshkalarga olib berayotganligimiz to'g'risida aytib o'tgan edim. Bugungi ertalabki videoda bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Shu narsaki, taxminan avval oldinroq chiqqan bo'lsa ham bu video kameralar, ya'ni o'zida USB ga sirazi oladigan shu 1920 ga 1080 Full HD formatda oladigan video kameralar bizga ham 17-yildan boshlab kelishni boshladi va hozirgi to'ylarni video kameraga olayotgan ukalarimiz kasetalarga emas, sirazi ana shunday USB fleshkalarga olib turib, sizlarga demak USBlarga ko'chirib berishni boshladi mana. Lekin xalq orasida shunday bitta narsa borki, USB fleshkaga olib bergandan keyin bo'ldi, bu hali sovet zamonidagi tushuncha bilan bir necha yillarga yetadi, bu umrbod yetadi degan o'yda bo'ladi-da, lekin bu unaqa emas. Endi kamerachi ukalarimiz to'g'ri tushunsin, ular endi iloji boricha o'ta qimmatini ham, o'ta arzonini ham olmaydi, o'rtacha USBlarga ko'chirib beradi. Shuning uchun bu ko'chirilgan to'y marosimlarini, nikoh to'ylar bo'ladimi yoki aytaylik sunnat to'ymi, boshqa bir marosimlar bo'ladimi, aytaylik bir tug'ilgan kunlar bo'ladimi yo maktabdagi bir 20 yillik, 40 yillik oxirgi qo'ng'iroq yoki bo'lmasam yangi yil bayramlari bo'ladimi, bularni 3 ekzemplyarda demak ko'chirib kopiya qilib olib qo'yishingiz kerak. Bo'lmasam boyagi to'yingizni ko'chirgan USB qo'qqisi yo'qolib qolsa yoki bo'lmasam kuyadigan bo'lsa, buni qaytib hech qanaqa yo'l bilan tikkala olmaysiz, to'y yo'q bo'lib ketadi. Bir so'z bilan aytganda, video kamerachilar hech qachon arxiv qilib to'ylarni saqlab qolmaydi. Biz hozir mana shu 19-yil tepasida har bir bizga tushgan to'ylarni o'zimiz arxiv qilib olib qo'yapmiz. Rossiyalarda bu pulga qilinadi. Biror yerga borib yozdiradigan bo'lsangiz, albatta senda mana bu bizni to'yda arxiv qilib olib qo'y desa, yiliga sizlar pul to'laysizlar. Biz bekorga besplatnilar hozircha saqlab qo'yapmiz. Undan tashqari, agar imkoniyatinglar bo'ladigan bo'lsa, USB fleshkalarda ham har xillari bo'ladi. Qimmat, arzon, sifatli, sifatsizlari bo'ladi. Mana masalan SanDisk, mana bu yerda mana eng toza SanDisklarimizdan SanDisk Chrysler deb qo'yibdi mana. Mana shu eng toza. Undan tashqari Ultra Flare degan mana bunday SanDisklar bor. Bularning hammasining interfeysi 3.0. Hozirgi zamonaviy notebooklarda ham, zamonaviy televizorlarda ham tez ko'chadigan, tez ketadigan narsalar. Undan tashqari yana bir yaxshi toza USBlardan bittasi bu Izeshi interfeysi 3.0. Bular ham toza yaxshi USBlar qatoriga kiradi. Undan sal pastroq mana Kingston degan USBlar bor. Albatta bularga ham ko'chirtirsangiz bo'laveradi. Bu tutishingizga bog'liq qanday qilib. Undan tashqari imkoniyati bor odamlar agar iloji bo'lsa bizga zakaz qilsa, mana bunday внешний vintlar, bunga 100 ta 100 ta, hattoki 200 ga yaqin meropриятиялар ham sig'ishi mumkin. Shu razmeriga qarab bizda продажада bor, kelib olishingiz mumkin. Bugungi ertalabki video podkastdan maqsad, ya'ni video обращениyadan sizlarga maqsadim shu edi. Albatta ana shu oilaviy videolarni, har qanday marosimlarni, ya'ni ruscha qilib aytganda meropриятияларni bir emas, 3 ekzemplyar holatda saqlashga harakat qilinglar. Undan tashqari
Eski oldingi notebooklarda o'zinglar bilasizlar, mana shunday bir magnitli jostki disklar turadi. Mana bunday. Bu magnitli jostki disklarni tezligi juda ham past. Bizda hozir mana prodajada mana bunday SSD disklar Lexar, Aperture, Samsung har xil SSD disklar bor. Bizga bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Telefonlarimiz avvalgidek 51 bilan 73 15 45. O'zgan shahri Gilon bozorida etagidagi Asal bozorida yonidagi do'kon. WhatsAppga yozishinglar mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishguncha xayr.